Assalomu alaykum aziz talabalar. Bizni YouTube sahifamizni kuzatuvchilar, o'zbek dialektologiyasi va amaliy dialektologiya fani bo'yicha navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Darsni men Hamid Mansur Abdumanovich olib boraman. Termiz davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori. Bugungi darsimizdan oldin men Samuxan Shirboyevni mazkur darsligini tanishtirmoqchimanki, bu darslik albatta amaliy ahamiyatga ega. Amaliy dialektologiyada ham, o'zbek dialektologiyasida ham ta'lim yo'nalishini yuqorida ham o'tgan darslarda aytganmiz. Filologiya tilini o'quvchi o'zbek tilida, odatda o'zbek dialektologiyasi, amaliy filologiyada amaliy dialektologiya o'tiladi. Mavzu bilan tanishib oling. O'zbek she'rlarining tarixiy oqimi. Bu degani o'sha tarixan shakllangan bosqichi. Deylik, o'sha bilasiz, qadimiy o'zbek tili tarixiga nazar tashlasangiz, davrlashtirishga e'tibor bersangiz yoki o'sha Qoraxonlar davrida yaratilgan Mahmud Qoshqari Devon lug'ati turkdan boshlab yoki o'sha Oltin yoriq kitoblarini bilasiz, yoki dastlabki bir manba sifatida O'rxun Yenisey yodgorliklaridan quyiga qarab kelsangiz, albatta o'sha til tarixi yoki dialektologiyaning albatta tarixiylik ildizlariga nazar tashlaysiz. Bugun sizlar bilan mana shular haqida ham ko'rib o'tamiz darsimizda va darsimiz uchun 4 ta reja tuzib olganmiz. O'zbek tilining dialektal tarkibi birinchisi, ikkinchisi o'zbek she'rlarining tarixiy oqimi. Ikkinchisi va uchinchisi esa she'rlarni o'rganish metodlari. Qanday metodlar orqali biz odatda asosan o'sha qaysi metodlarga murojaat qilib biz she'rni tadqiq etamiz. To'rtinchisi o'zbek dialektologiyasining o'sha integratsiyasi, boshqa fanlar bilan aloqasini ko'rib o'tamiz. Dastlab keling, albatta o'sha har bir narsa asosi bo'ladi, manbasi bo'ladi. Bugun mana Termiz davlat universitetining elektron kutubxonasi bilan tanishtirib o'tay sizlarni. arm.tersu.uz. Arm o'sha axborot resurs markazi qisqartirilgan bilasiz. Tersu esa Termiz State University. Bu ham o'sha abbreviatura qisqartma hisoblanadi va veb saytini ko'rishingiz mumkin. arm.tersu.uz. Talaba va o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritsangiz, ushbu kutubxonamizdan foydalanishingiz mumkin. Kitoblar berilgan. Har bitta qavatda qanchadan kitob borligi, elektron nusxasi mavjudmi yo'qmi yuklab olishingiz mumkin, kitoblarni o'qishingiz mumkin. Va bu juda qulay. Sizni o'sha mo'jaz kutubxonangiz bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda 9 ta dialektologiyaga oid bo'lgan kitoblar mavjud. Tojik tili dialektologiyasi, o'zbek dialektologiyasiga aloqador sun'iy qo'llanma darslik kitoblar mavjud. Ikkinchisi esa onlibrary.uz. Bu O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalarining keng kutubxonasi hisoblanadi. Bu platformadan foydalanishingiz mumkin. onlibrary.uz. Xemis dasturidan ham to'g'ri-to'g'ri kirib ketsangiz bo'ladi yoki Google, Yandex kabi brauzerlar orqali onlibrary.uz deb yozib kirsangiz, mana dialektologiyaga oid bo'lgan 55 ta kitob mavjud. Mana qidiruvda qancha chiqqanligini men taqdimotga keltirganman. Bemalol foydalanishingiz mumkin va darsni boshida aytib o'tganimizdek, Samuxan Shirboyevni o'zbek dialektologiyasi yoki Xatcha Fayziyeva ustozni, Muyassar Xolvaniki dialektal korpusi nazariyasi bo'yicha yoki boshqa To'chiboyev, Hasanovlarni qator dialektolog olimlarning kitoblarini ko'rishingiz mumkin. Biz darsda avvalda aytdik, O'rxun Yenisey yodgorliklari. To'nyuquq, Bilga Xoqon va Kultegin bitikdoshlari bu qabrtoshlar deb yuritiladi. Bilasiz, epitafiya fanida o'sha qabrtoshlardagi yozuvlar, bitiklar tadqiq etiladi. Shu xususda mana shu olimlar ikki daryo bo'yidan topilgan qadimiy tosh bitikni topib, katta bir ilmda o'ziga xos bir qo'riqni ochishdi. Sababi bizga ko'plab so'roq ostida bo'lgan ilmiy qarashlarimizni yoki farazlarimizni bizning ikkilantirayotgan, o'ylantirayotgan jumboqlarga albatta bevosita javob topishga yordam berdi va hozirgacha buning amaliy ahamiyati ham katta hisoblanadi va bu tadqiq etilmoqda bugungi kunga kelib ham. Bu dastlab o'sha turkiy xalqlarning ensiklopediyasi sifatida e'tirof etiladi va tilshunosligimizda umuman turkiy xalqlar o'zini tilshunosligini o'rganar ekan, albatta mana shu inson tasavvur qila olmaydi. Mahmud Qoshqariyning Devon lug'ati turk asari, Abulg'oz Bahodirxonning ham bor Shajarai turk, Shajarai tarakumi, Yusuf Xo'sh biligi Navoiy asarlarini bilasiz, tilshunoslikka aloqadorligi yoki Bobur hazratlarini va boshqa
ko'plab bu ro'yxat davom ettirishingiz mumkin. Endi Mahmud Koshon Devon lug'at turkda bitta so'zni keltirdik, bushuq degan so'z. Bushuq deb ham aytiladi. Izohi bilan tanishib olasiz. Elchiga qaytib ketish uchun beriladigan ijozat qog'ozi, shuningdek elchilarga beriladigan sovg'a va bushuq oshi degan tushuncha ham bo'lgan. Ilgari bushuq oshi bu o'sha hurmatli, izzatli mehmonga bushuq oshi tayyorlanib dasturxonga tortilgan va bu turkiy so'zlar hisoblanadi, qadimiy va shakldoshlikka ega bo'lib, mana bittasi mana bu izohni berish mumkin va ikkinchisi esa bushuq oshi bir milliy taom sifatida ham ko'riladi. Koshg'ariyning devon lug'at turki juda katta ahamiyatga ega va hozirgi kungacha ham bu tadqiq etilib borilmoqda. 60-yillarda bilasiz, 2 qismli nashr etilib va mustaqillikdan keyin mana shu holatda ham bir nashr etildi. Keyingi olimimiz o'sha bilasiz Yusuf Xosqoshining Qutatu bilik dostoni bor. Ushbu dostondagi adolat, haqiqat, umuman davlat tuzumi bilan bog'liq bo'lgan asarni yaxshi o'rgangan, didaktik ahamiyatga ham ega bu kitob va baxtga yetuvchi bilimda bildirgulik so'zi keltiriladi. Bu yorliq va noma ma'nosida ishlatiluvchi so'z hisoblanib, hozirgi kunda faol qo'llaniladi. Bildirishnoma, bildirish yoki bildirgi so'zlari bilan rus tilidan o'zlashgan raport so'zi asli bu fransuz tilidan o'zlashgan raport rus tili orqali bizga kirib kelgan, lekin biz esa mana shu Xosqoshining Qutatu biligidan bildirgulik so'zini hozirgi kunda shu bildirish, bildirgi hujjat o'rnida ham qo'llaymiz. Endi o'zbek tilining dialektal tarkibini yaxshi bilasiz. Qarluq, O'g'iz va Qipchoq lahjalari va hududiy jihatdan bular o'ziga xoslikka ega, farqlari bor yoki o'xshash xususiyatlari ham kuzatiladi. Asosan ushbu o'zbek dialektologiyasida fonetik xususiyat, grammatik, morfologik, qisman sintaktik xususiyat ajratiladi. Mana shu nuqtai nazardan bular o'zaro bir-biridan farqli va o'xshash xususiyatlarga ega. O'zbek tilining Qarluq, O'g'iz va Qipchoq lahjalari turkiy tillarning aksariyat qadimgi turkiy etnik urug' va qabilalarning biri negizida shakllanganligi tarixda o'z aksini topgan bilasiz. Jumladan qozoqlar, qirg'izlar va Sibirdagi turkiy xalqlar tillari, Qipchoq, Ozarbayjon, turkman, turk gagauz kabi tillar, O'g'iz uyg'urlari esa Qarluq urug' va qabilalar tili negizida shakllangan bo'lsa, o'zbek tili har uchala etnik guruh tilining birlashishi asosida tarkib topgan. Shuning uchun ham bugungi o'zbek tilida har uchala etnik guruh tillariga xos xususiyatlar saqlanib qolmoqda hamda ular o'zbek tilining 3 lahjasini vujudga keltirgan. Bunday yirik dialektal tarkib hech bir turkiy tilda mavjud emas. Bular avval ta'kidlanganidek Qarluq, O'g'iz va Qipchoq lahjalari, uchta lahja ham o'zbek tilida borligi bu bir katta imkoniyat sifatida e'tirof etiladi. Bu olim o'zbek dialektologiyasida bir asosiy o'ringa ega. Abdurahmonov va Rashetovni darsini tanishtirgandik. Abdurahmon domla mana shu kishi bo'ladilar va o'zbek tili dialektal rang-barangligini o'zbek xalqining o'sha shakllanish jarayoni bilan bog'laydi Abdurahmonov va o'sha uning tilida uchraydigan fonetik, leksik va grammatik farqlar turkiy qabilalarning ketma-ket migratsiyasi tufayli yuz berganligini ta'kidlab o'tadi. Ya'ni ketma-ket migratsiyasi bilan bog'lashadi. Shevaning rang-barangligi albatta migratsiya bilan bog'liq. Qurilishlar bo'lishi mumkin. Bir o'sha xalq yashab turgan joyga ikkinchi hududga ko'chirilish yuz beradi qurilishda albatta. Yoki qulay iqlim muhit sharoitida domla aytganidek migratsiya bilan bog'liq jarayonlar yoki bir hududdan ikkinchi hududga qudandachilikda, masalan deylik o'zbek urug'ida deylik Surxondaryodan Xorazmga bir qiz kelin bo'lib tushganda albatta Xorazm shevasi va Qipchoq shevasi uyg'unlashadi. Chunki bir hududdan ikkinchi hududga kishi ma'lum bir sabablar bilan ko'chgandan keyin albatta tilda o'ziga xoslik, rang-baranglik kuzatiladi. Yoki bo'lmasa boshqa millatlarning tili va ulardagi lahjalarning o'zbek tilidagi dialektal xususiyatga ta'sir etishi bu ham mavjud. Masalan, Afg'onistondagi o'zbeklar, Tojikiston, Turkmaniston yoki Qozog'iston, Markaziy Osiyodagi qo'shni mamlakatlarda yashovchi o'zbek xalqlarini ham shevalari bir-biriga o'xshash va farqli xususiyatlari bor. Buni yaxshi bilasiz.
va domlani dastlab qarluqlar, so'ng o'g'izlar, undan keyinroq qipchoqlarning Markaziy Osiyoga kelishi o'zbeklar dialektal tarkibining shakllanishiga olib kelganligini ta'kidlaydi. Polivanov esa o'zbek shevalarining tarixiy oqimi va uning murakkab dialektlar tarkibida o'zbek dialektologiyasi va o'sha o'zbek adabiy tili nomli kitobi bor. 1933 yil nashr etilgan. O'tgan asrning birinchi choragidayoq o'zbek tili o'zining ko'p shevaliligi bilan boshqa turkiy tillardan ajralib turishi haqida ma'lumot bergan edi. Keyingi tadqiqotlar buni tasdiqlagan. Uning tub sabablari, asosiy jihatlari bir nechta omillarga borib taqalishini ta'kidlaydi. Bu olim esa Reshetov o'zbek tili dialektal rang-barangligini uning etnogenezisidan qidirish lozimligini uqtiradi. Etnogenezis ham albatta muhim xususiyat. Bilasiz, tariximizga oid adabiyotlar qadimda turkiy urug' va qabilalar miqdori ancha ko'p bo'lganligi to'g'risida xabar beradi. Ular ichida o'zbek tili va uning shevalari shakllanishida Qarluq, Chigil, Uyg'ur, Qipchoq, bundan tashqari Qangli, Qatag'on urug' va qabilalar birlashmalarining tarixiy taraqqiyoti katta rol o'ynagan. Endi o'zbek tilining dialektal o'ziga xosligida qadimgi urug' va qabilalarning turli territoriyalarda alohida mustaqil yashashlari muhim ahamiyat kasb etgan. Ijtimoiy hayot tarzi, hududiy mustaqilligi, kasb-kor, etnografik xususiyatlarini ularning tiliga aks etmay qolmaydi albatta. Va bu holat tilida umumiylikni saqlagan boshqa hududlarda yashovchi o'zbeklar tilidan ko'pgina xususiyatlari bilan farqlanishiga olib kelgan. Bu esa shevaning o'ziga xosligini keltirib chiqargan. Sheva va dialekt xususiyatlarining tobora qat'iylashishda aholi punktlarining bir-biridan uzoq joylashishi muhim rol o'ynagan. Shu tariqa bir til ichida turli shevalarning shakllanishiga sabab bo'lgan. Karim Shoniyozov bu kishi ham o'sha tarixchi olim va shunday tadqiqotlari, ilmiy izlanishlari ham o'zbek dialektologiyasi uchun ham ahamiyatli hisoblanadi. Qarluqlar ularga qardosh bo'lgan Chigil, Xalaj qabilalari Ila daryosi havzasida, Sirdaryoning janubiy oqimlari va Isfijobda Farg'ona vodiysiga tarqalgan keng hududlar yashaganligini e'tirof etadilar. Va Turgesh qabilalari ittifoqi Yettisuvda egallaganligi shu olimning kitobidan o'rganishingiz mumkin va juda qimmatli ma'lumotlarni beradi. Biz taqdimotga alohida ko'rsatib o'tdik, tanishib o'rganishingiz mumkin. Chunki albatta dialektologiyani tarixiy oqimi tabiiyki tarix fani bilan bevosita bog'lanadi. O'zbek tilida sheva va dialektlarning farqlanishi ham o'ziga xoslikka ega. Hududiy jihatdan farqlar bor va bir hudud ichida yana bir farqlar bor. Masalan, oddiygina uzoqqa bormaylik, bir qishloqda yashayotgan bo'lsangiz, yoningizdagi mahalla bilan ham farq bor hattoki. O'sha variatsiya kuzatiladi yoki derivatsiya deymiz, shevalar o'rtasidagi o'ziga xos, masalan, alashish, oloshish, jelashish yoki undosh tovushlarning yumshoqlashishi, qattiqlashishi va hokazo juda ko'plab farqlar bor. Bu katta hududlar albatta farqli xususiyat bo'lsa, lekin kichik hududlarda ham farq kuzatiladi. Oddiygina delik Surxondaryoni ichki tumanlarida ham bir tuman ikkinchi tumandan farq qilishi bu alohida masala va yuqorida aytganimizdek bir tuman ichida ham farqlar kuzatiladi. Bu turli xil omillar bilan bog'liq. Boya aytdik sizlarga. O'sha migratsiya yoki etnogenezisi, turli xil hududiy almashinuvlar, aholining bir punktdan ikkinchi punktga ko'chishi va hokazo. Juda ko'p farqlar mavjud. Endi o'sha lahjalarning o'xshash xususiyatlari ham bor. Albatta bu yerda mana farqli xususiyatlarni keltirganmiz. Bu yerda esa o'xshash xususiyatlarni keltirganmiz. Singanmonizmlik xususiyati va ularning birlamchi cho'ziqliklari lahjalardagi bu bilan tanishib o'tishingiz mumkin. O'zbekcha o'rganish metodlariga to'xtalamiz. Metodlar albatta o'sha qiyosiy metod bor. Tasviriy va qiyosiy metodlar bu o'ziga xoslikka ega. Boy materiallar to'plangan qiyosiy metod asosida qiyoslab o'rganilganda va qiyosiy tarixiy metod Devon lug'at turk, Qutadubbilik va Navoiy asarlari va boshqa til tarixi manbalarini tilga qiyoslanib o'rganiladi. Bu qiyos tarixiy metodni bilasiz. Turkiy tillarning ham qiyos tarixiylik asosida o'rganilganligi Yomg'ir Abdurasulov ustozimizning kitobida juda bu ilmiy holatda go'zal tasvirlab berilgan.
kitobni mutolaa qilishni tavsiya etaman sizga. Va lingvistik geografiya ham o'sha areal lingvistika bilan, areal tilshunoslik bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu geografiya bilan integratsiyasini ko'rsatib beradi. Endi anketa metodi bir hududdagi savodxon respondentlar bilan o'tkaziladi. Turli xil savollar bilan Ahmad Shayevning kitobidan foydalanishni tavsiya etgan edim va yozib olasiz. Bitta mavzu doirasida Shev Arxipov bilan suhbatlashib, o'shani o'sha dialogik xususiyat bilan savol javoblaringizni yozib, ularni lug'at ko'rinishida yoki ilmiy tadqiqotlar o'rganishingiz mumkin. Va dialektometriya ham tadqiqotlarda asosiy metod hisoblanadi. Bu metodda muayyan hududdagi lahja va dialektlar tarkibiga kirgan shevalarning yaqinlik darajasi faktik materiallar asosida hisoblab chiqiladi va ular raqamlarda aks ettiriladi. Sheva hodisalarining statistika zarur bo'lgan o'rinlarda qo'llaniladi. O'sha ilm va statistika hamda yuritiladi. Tilshunoslikka boshqa fanlar aloqasini ham ko'rib o'tdik. Sizga yuqorida ham tanishtirdim bu haqida. Va bu ham muhim, chunki bir fan boshqa fan bilan albatta aloqa almashinuv jarayonida rivojlanadi, takomillashib boradi. Sizga darsimiz so'ngida yana bir bor ijtimoiy sahifalarimizni tanishtirib o'taman. Obuna bo'ling, savollaringizni yo'llang albatta. Keyingi darsga qadar diydorlashguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' va omon bo'ling.